To'ppa-to'g'ri. Hammasi ochiq bo'lyapti. To'ppa-to'g'ri. Keyin aytyapman-da, iltimos mani tuzating deyapman-da. Men aytyapman, dildan suhbat bo'lsin. Aldan qaldan onaqa yo'q betadi. Chunki bundan 12 yil ilgari mana shu yerda ishlayotgan medsestra bor-ku, Nasiba. Mani zo'rlab olib kelgan shu odamga. Endi bozorchiman, endi nima deydi, hali ana yaxshi doktorlarga ham borganman, tuzalmagandim endi. Keyin shu bilan bu odamga keldik-da. Endi ana qog'ozimni olib kelganman. Nima deydi ana? MRT qog'ozimni olib kelganman-da. Keyin shu bilan o'tiring dedilar, o'tirdim. Qo'lingizni bering dedilar, qo'limni berdim. Keyin shom tomirim ushlab takillab tashlayaptilar-da. Xullas buket. Lekin hammasi to'g'ri-da. Mani qog'ozimni ko'rmasdan turib gapiryaptilar-da bu gaplarni-da. Keyin shu bilan men aytdim, voy astag'firulloh. Yo'q, bu meni gipnoz qilyaptimi deyman o'zim endi. Keyin shu bilan ekan, mana shu hamma gaplarni eshitib bo'lgandan-chi, keyin aytyapman-da, iltimos mani tuzating deyapman-da. Boshqa gapirolmayapman-da. Iltimos mani tuzating, men qiynalib ketdim. 20 yil bo'ladi. Bularga 12 yil bo'lsa, 20 yil ilgari boshlanganda. 20 yildan beri anaqa qilib devor ushlab yurardim. Ishoning, umuman yurolmas edim. Mana shu bozorga borib qo'yishardi, shunda o'tiraman. Bozordan olib chiqishadi, olib kelishardi-da. O'zim yurolmas edim. Surxondaryo klinikalarida 3 marta yotib keldim. Alhamdulillah. Keyin shu bilan endi bundan 3 yil ilgari umraga ketadigan bo'ldim. Voy, bu oyoq bilan yura olmayman deyman. Voy, baraka topsin. Keyin shu bilan keldim yana-da, iltimos. Men shunaqa umraga ketyapman. Yura olaymanmi, yura olmaymanmi? Endi avvalambor Alloh uyiga chaqiribdi. Iltimos, meni yaxshilab anaqa qilib qo'ying. Endi to'g'ri, u yoqda aravaga pul bersang olib yuradi. Yo'q, Allohdan shundoq so'radim, o'zim yuray dedim. O'zim amallaringni bajaray dedim. Keyin shu bilan bordim. Alloh shunaqa yo'lingizni ochib qo'yar ekan. Maza qilib yurdim. Shunaqa maza qildim. Men bu kirganimda bu odamni ko'rib, Xudo haqqi. Shu odam meni tuzatadimi deyapman-da endi. Ko'ryapsiz, endi anaqa men voy bundan ham semiz edim. 160 kilo edim men. Bundan semiz edim-da. Endi men o'ylardim, tabiblar endi govdali, o'zini anaqa qilgan odamlar deb o'ylardim-da endi. Ko'rmaganman-ku tabiblarni. Ham tabib, ham vrachda bular. Oliy kategoriyali. Navaralarim keldi, tuzalib ketdi. Keyin shu bilan qarindosh urug'larimni olib keldim. Alhamdulillah, hamma tuzaldi. Lekin odamlarga ishonish kerak-da. Ixlos qilish kerak ekan. Ixlos qilsa haqiqatda bo'lar ekan bu narsa-da. Damlamani o'ylardim-da, oddiy mana shu o'tlar meni qanaqa qilib tuzatishi mumkin deb o'ylardim-da. Alhamdulillah. Sahrim yo'q shu govdamga. Davleniyam yo'q shu govdamga. Yana ko'rdingiz hozir ham. Xalqim, ilovanda ishoninglar, ixlos qilinglar. Albatta, niyat bilan kelgan odam tuzaladi. Xudo xolasa. Hech qanaqa zakaz bo'lmadi. Hech yo'q. Men aytdimmi sizga, ochiq oydin dildan suhbat qilamiz. Hamma narsani to'g'ri. Allohning uyiga borib kelib, men sizga yolg'on gapiraman bular. To'g'risi-da. O'shaning uchun. Lekin shunaqa yaxshi ko'raman, Alloh uchun shularni yaxshi ko'raman. Ilohim, ilovanda, Alloh kimki kelsa, bar tuzalib ketadi. Nima niyatda qilib kelsa, tuzalib ketadi. Lekin kelish kerak, ko'rish kerak. Sog' bo'ling.